Hurmatli opa-singillarimiz, uy bekalarimiz, kelinlarimiz, ayni siz bor ish menda bor qizlar. Qaranglar, men shu uyda o'tirib, ko'chaga chiqmasdan qo'limda telefonim yordamida pul topaman. Siz ham uyda o'tirasiz, ko'chaga chiqmaysiz, kuyovingiz ruxsat bermaydi, ko'chama-ko'cha yurishingizga ruxsat bermayaptimi? Значит, xuddi sizga menga o'xshagan qizlar uchun bu ish. Rost, Alloh o'rtaga qo'yib qasam ichib yurib gapiryapsan deb juda ham ko'pchiliklar yomon ko'ryapsizlar, lekin qizlar, yolg'on bo'lsa men ham nimaga Alloh o'rtaga qo'yaman? Rostlik uchun, borlik uchun qo'yapman qizlar. Men 21 kunda shunaqa katta daromad topganim uchun sizlarga ham ilm-yapa va bepul o'rgataman qizlar. Yaxshi yashashingizni sababchisi bo'laman. Hammamizni rizqimizni berguvchi Alloh